15-fevral 2026-yil. Salatlarimizni hozir chop qilamiz orasini. Bu yoqda chop qilingan. Sal vaqtliroq chop qilish kerak edi. Yog'ingarchilik bular bilan. Azgina cho'zildi, ammo 3-4 kun issiqda birdan ko'tarilyapti mana. Hozir sal oldin kelganimda ham bunaqa o'smagan edi. 3-4 kun issiq bo'lganida birdan o'sib ketdi. Bu yog'i tezlashib ketadi. Hozir chop qilib qo'ysak, xudo xolasa. Mashqlarni aytdim-ku, qanaqadir yaxshiroq o'syapti deb. Mana naryoqlari ham unaqa o'smagan mana. Bu kichkina. Bitta mashqanda tezlashib ketyapti. Naryoqlar ham unaqa o'sib ketmagan. Bitta mashina sal tezroq o'syapti. O'zini sekin chop qilyapti oralar. Xo'sh, naryoq parning bosh tarafi bo'lsa, bu yoq taraf mana pasti. Naryoq sal balandroqga o'xshab ko'rinadi, bu yoq pastroqga o'xshab, bilmadim qanaqasi. Qisqasi 100 metrda uzunligi. Kapilning 100 metr tortilgan. O'zi boshqa o'rtada ham qilgan, bilganman. Azbeklar yetishtirganda shu boshqa dehqon tanishlarnikida. Ularda shu 50 metrdan keyin o'sha hosilga ta'siri bor. Suv yetib kelgani bilan bu yerda ham mana shunaqa bo'pti. Aytganim yo'q, bir tekis ichadi deb qilishganda, yo'q, lekin bir tekis ichmayapti. Sababi naryoq tepasi boshi ko'p zaxlib ketyapti. Bu yoq quruqroq, mana bu yoq past. Tepasi, yo'qmasam yengi kapilni, tepasi ko'proq suv ichib qo'yapti, bu yog'i kamroq suv ichyapti. Mana oxiri shu 100 metr bo'lsa, lutcha shu 50-60 metr qilavergan yaxshi-da. Hozir o'rtadan aniq ham kelgan. Bo'laversa ham bo'ladi menimcha. Mana tepada sprinklerinikini o'rtadan qilingan ekan. Menimcha shunaqa shekilli, shunaqa edi. Buni ham shu o'rtasidan bitta yurg'izib olsa, ikki yoqqa yurg'izib olsa, yana ham yaxshi. Atak hozircha shu. Endi bir ma'lumot o'rnida aytib ketadi o'zim. Juda uzun qo'rsalar ham bo'lmaydi kapilning. Hozir mana 100 metrda uzunligi kapilning. Mana bu yoq taraflari kichkina, hozir bundan oldingi video nariyoq taraf boshi. Suv yaxshini qilmaganda. O'sishidan ham biri baribir o'zi quruqroq yer. O'shani ham aytib qo'yayotgan mana. Yo'ldan chop qilyapti sekin. Chop qilib chiqildi, xudo xolasa. Endi hal beradi, tegdi zahri bor buni. Zax chiqyapti, tegdi. Bunaqasi. Otlar yaxshi chopishmoqda. Ham go'nli bu. Rosa qo'ygan solishgan ekan. Ham nami ham bor, hal buni sug'armaymiz endi. Mana chopilgandan keyin o'tlari ham o'lib olsin. Yaxshilab o'tlar o'lib, chelar quruq bo'lib, bunaqa qilgandan keyin sug'aramiz. Hozir tegdan bir xillarini qilish boshlayapti. Chirish. Yo'qmasam bundan oldingi safar kelganimda preview ko'rsatib ketgan edim. Pochkalar ochiq turibdi. Kichkinaroq edi, hozir tepani yopib qo'yaman. Ammo yon polni ochiq turaveradi bu yog'iga. Bundan bu yog'iga mana shu. Taxminan qancha bir 1 metrchami? Bo'lsa kerak, 80 sm. Shu qilib mana shu ikkita yoni katta bo'lib ochiq turaveradi. Mana shu qorayib turibdi, ochiq. Yaxshilab qurib, shamollab, teglar bilan nima qilsa, salatlar ham arzon. Shoshiltirmasdan sekin pishiraveramiz, xudo xolasa. Unga uchun narxlar ham yurishib qolar. Mana bu 4-xona. Hozir naryoq chop bo'lishdi. Bu yoq ko'rsataman. Bu yoqda sal boshqacharoq ekilgan. Bitta polga 3 ta tashab, bitta shlankani 2 yoniga qilib, o'shana qilib ikki chiqilgan bu. Shu holatda. Orasi sal kengroq. O't chiqmagan bu yoqda. Ston ham yaxshi ta'sir qilgan deyman. O'zi u yoqda ham yaxshi ta'sir qilgan. U yoqda bunaqa bug'doy o't ko'p chiqib ketib qoldi. Shani sulimi? Qo'y go'nlari esa shunaqasi ko'payganda. Qo'y go'ndan chiqqanda bular. Atak chistlik qilib tashagan anaqani o'zi. Yer stom. O'tlarni yo'q. Chiqqanlarni ham qotirib qo'ygan blok qilib mana ildizini. Nima bilan?
chiqqan mana. Qotgan. Qotgan shu. Mana bilan shu chiqqan qotgan. Rasa go'ni ayamasdan solishgan ekan. Vapshim ko'p. Salat teyini aniq qo'yapti. Shu quruq tursa ham tegi bandini aniq qo'yapti. Chirtib qo'yapti. Sen ko'proq shamol aylantiradigan qilib, keyin yana hozir yana shu chirishga qarshi dori berib qo'yaman, xudo xolasa. Chirishga qarshi. Xo'sh. Chop qilib oldik salatlarni. Endi mana ozuqalarni beramiz. 10 litriga 20 grammdan 325. Gelli ozuqa. Gelli ko'rinishda o'sha MPK nimalarda 325. Keyin 10 litrga 10 grammdan Nurayl qo'shib boramiz. Shira-piralarga. Shira tripes. Bu kun isigan sari shiralar ko'payish boshlaydi. Shunga mana hozir ko'chatlar yosh holatda sepsa bo'ladi. Hali bular pishigancha bor hali. Xudo xolasa mana shu bitta sepganimiz bilan pishib oladi nasib. Xudo xolasa shu bitta sepgan shiradorimiz yetish kerak. Pishishiga.